Qanday hollarda haydovchisi bo'lmagan transport vositasini shatakka olish mumkin? Demak, haydovchisi bo'lmagan transport vositasini shatakka olish uchun oldindagi tortilayotgan mashinani o'zini izidan yurishga majbur qilish kerak. Qattiq ulagishda, tuzilishda shatakka olingan transport vositasini, shatakka olgan transport vositasini izidan harakatlanish ta'minlangan holatlarda. Qaysi belgi teng ahamiyatli yo'llar chorrahasiga yaqinlashib kelayotganlik haqida ogohlantiradi? 5-belgimiz teng ahamiyatli chorrahalarga yaqinlashishni ko'rsatib beradi. Svetoforning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilish kerak? To'xtash chizig'i oldida, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi oldida. Agar ular yo'q bo'lsa, shlagbaumgacha 5 metrdan yaqinroq bo'lmagan masofada to'xtash kerak. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Ko'rayotgan bo'lsak, asosiy yo'ldan ko'p mashina kelyapti. Birinchi bo'lib o'tadi chorrahadan, ana undan keyin tramvay ikkinchi, qizil mashina uchinchi. Ikkinchi bo'lib tramvay kesib o'tadi. Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha qaysi transport vositalariga harakatga ruxsat beradi? Ko'rayotgan bo'lsak, svetoforning qo'shimcha tarmog'i to'g'riga harakatlanishga uchun ruxsat beryapti. Asosiy tarmoqda yashil yonganda hech kim yo'q. Demak, bu yerda tramvay bilan yengil avtomobil harakatlanishi mumkin. Qizil avtomobilning haydovchisi yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha va tovush ishora yoqilgan transport vositasi yaqinlashib kelayotganda nima qilish kerak? Bu yerda shunchaki yo'l berish kerak. Bir tirkamali avtopoyezdning qanday eng katta uzunligida davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ruxsatsiz harakatlanishiga yo'l qo'yiladi? Bir tirkamali avtopoyezdning umumiy uzunligi 20 metrdan oshib ketmaslikka ruxsat bor. Sanab o'tilgan qaysi hollarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Mototsiklning boshqaruv demferi nosoz, foydalanish mumkin emas. M1 toifa transport vositasining rul boshqarmasi luft yig'indisi 10 gradusdan ortiq, demak bundan ham foydalanish mumkin emas. Pnevmatik tormoz yo'ltmasining manometri ishlamaydi, bundan ham foydalanish mumkin emas. Barcha holatlarda foydalanish taqiqlanadi. Qaysi ishoralar ogohlantiruvchi ishoralar hisoblanadi? Fara chiroqlarini o'chirib yoqish, kunduzgi vaqtda yaqin yorituvchi farani chirog'ini yoqilishi ogohlantiruvchi ishora hisoblanadi. Tovush signali ogohlantiruvchi ishora hisoblanadi. Burilishni ko'rsatuvchi miltillovchi chiroq yoki qo'l bilan beriladigan ishoralar ham ogohlantiruvchi hisoblanadi. Demak, barchasi ogohlantiruvchi ishoralar. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat beriladi? Qoidaga ko'ra, aholi punktidan tashqarida yengil avtomobil va 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari 100 tezlikgacha harakatga ruxsat beriladi. Ko'rsatilgan avtosisternalardan qaysi biri burilishda ag'darilib ketishga turg'unroq? Turg'un degani mana o'sha 4 ta oyoqda turibdi, demak turg'un holat. Agar ag'nasa, turg'unligi yo'qolgan hisoblanadi. Chaypalishni hisobga olgan holatda bo'sh yarmi 75% to'lgan yuk avtomobili ag'nab ketish ehtimoli yuqori. Lekin suyuqlik bilan to'lgan mashina ag'nash ehtimoli kam hisoblanadi. Bu yerda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Quvib o'tish taqiqlanadi, chunki sploshnoy polosani bosib quvib o'tish mumkin emas. To'xtagan transport vositasi bilan sidirg'a chiziq orasidagi masofa qancha bo'lganda to'xtash taqiqlanadi? Mana shu test savolida ko'pchilik chalkashib ketadi. Qoidaga ko'ra, to'xtagan avtomashina bilan sploshnoy polosa orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lsa to'xtash mumkin emas. Bu yerda javoblarning ichida 3 metrdan kam bo'lgan bitta javobimiz bor, F3, ya'ni 2,5 metr 3 metrdan kam bo'lganligi uchun mana shu holatda to'xtash mumkin emas. Avtomobillarga qaysi yo'nalishda harakatga ruxsat beriladi? Hurmatli kuzatuvchilar, 14-savolni javobini sizlarga qoldirdim. Buni kommentariyada javobini yozib keting. Boshqarishni o'rgatadigan transport vositalarida qanday jihozlar bo'lishi kerak? Boshqarishni o'rgatuvchi transport vositalarida o'rgatuvchi uchun orqani ko'rsatuvchi ko'zgular, ilashma, ishchi tormoz qo'shimcha tepkilar bilan keyin ushbu qoidalar talablariga muvofiq taniqlik belgisi, ya'ni barchasi bo'lishi kerak boshqarishni o'rgatadigan transport vositalarida. Ushbu svetofor qaysi harakatlanishni tartibga solish uchun qo'llanadi? Demak, reversiv harakatlanish svetoforı qatnov qismidagi harakat yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgaradigan bo'lak bo'yicha ta'sir qiladi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tadi. Demak, asosiy yo'ldan tramvay va qizil avtomobil kelayotganligini mana bu yerdagi 7-13 belgisida ko'ryapmiz. Yonma-yon turgan transport vositalari o'rtasida tramvayning ustunligi bo'lganligi uchun birinchi tramvay, ikkinchi qizil avtomobil, uchinchi yashil avtomobil, oxirida ko'k avtomobil kesib o'tish kerak. Harakat tezligi 2 marta oshganda tormoz yo'li necha marta oshadi? Bunda nima nazarda tutilyapti? Misol uchun, siz 50 tezlikda ketayotgan paytingizda 4 metrda to'xtasangiz, 100 tezlikka chiqib ketayotganingizda 16 metrda to'xtaysiz. Ya'ni harakat tezligi 2 marta oshsa, tormoz yo'li 4 marta ortadi. Mazkur belgi bilan belgilangan hududda bu turar joy dahasi deb nomlanadi. Yengil avtomobilni boshqarishni o'rgatish taqiqlanadi va dvigatelni ishlatgan holatda to'xtatib turish taqiqlanadi. Bizning javoblarning ichida faqatgina transport vositasini boshqarishni o'rgatish javobimiz bor ekan, o'shani tanlaymiz. Ushbu holatda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda sploshnoy polosa bor. Sploshnoy polosani bosib quvib o'tish mumkin emas. Taqiqlanadi.